Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz degan so'zlarni siz 1 yil davomida tinglab keldingiz. 2017-yilning yanvar oyidan dekabr oyigacha barcha videoroliklarimda deyarli shu salomlashish. Bu nimaga deb savol berishingiz mumkin. Albatta, Uzbom TV kanalini faqat bitta salomlashishi bo'lishi kerak. Bizni salomlashish shu yo'nalishda. Albatta bu ba'zi biringizga yoqadi, ba'zi biringizga yoqmaydi. Yoqmaganlarga ming bor uzr. Undan tashqari kelinglar, 2017-yil mana yakuniga yetyapti. Bizni 2017-yilda Uzbom TV kanalini oxirgi video rolikini qilyapmiz, itok qilamiz. 2017-yilda qanday yutuqlarga erishdik? 2017-yilda kimga foydamiz tegdi-yu, kimga ziyonimiz tegdi? 2017-yilda qanday video roliklar chiqdi? Hozir shu video rolikda bilib olasiz. 5-6 daqiqa vaqtingizni olaman-da, qani unda suhbatimizni boshladik. 2017-yilni boshida biz nima yutuqlarni qildik? 2017-yilda boshidan oxirigacha deyarli hammangizni mashinangizga kelgan narsa bu reklama. Reklamani 100% kamaytirdik deya olmayman, 70% bo'lsa ham hozir o'zbek YouTube'da kamaygan reklama. Ya'ni avtobus reklamasi kamaydi. Bunga sabab www.alzotrans.com sayti bo'ldi. Alzotrans orqali prezentatsiya qildik. Sizlarga deyarli yetkazdik. Alzotrans orqali hozir bir haftaning ichida 20 ta 30 ta odamni o'zini yurtiga yuborishga harakat qilyapmiz. Oyma-oy, kundan kunga biz o'sib boryapmiz. Bu proyektimizdan bittasi alzotrans.com. Agar eshitmagan bo'lsangiz yo qanday ketishni bilmasangiz, shu Alzotrans orqali ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Qo'ng'iroq qilib bemalol ketishingiz mumkin. Bu reklama emas, prosta sizlarga tavsiya qilyapman. Undan tashqari 2017-yilda yana kimga foydamiz va kimga ziyonimiz? 2017-yilda Uzbom TV kanalini ko'tarilgani bu albatta To'ychi akamizda. To'ychi akani proyekti bo'ldi. To'ychi akani proyektida biz deyarli barcha o'zbeklar ko'rgan bo'lsa kerak, ko'chadan topdik. Sizlarning mablag'ingiz tufayli, sizlarning mablag'i hammamiz birgalashib u odamni oyoqqa turgizib, davolatib, kiyintirib, netib, u qilib biletlarni olib O'zbekistonga yubordik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizning yutug'imiz To'ychi aka uyiga yetib bordi. Undan keyin nima bo'lganini bizni qiziqtirmaydi. Bizni vazifamiz yetkazib borish edi, yetkazdik. Shundan keyin o'zbek youtuberlarni ko'p odamlar hurmat qila boshladi. Hozirda Xudoga ming qatla shukr, sekin-asta hurmatimizni joyiga qo'yib kelyapmiz. Bu albatta sizni podдержкalaringiz. Siz bizni qo'llab-quvvatlayapsiz, layklar orqali biz sekin-asta o'zbek YouTube'ini baland parvozga ko'tarishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari Rustam Rahmonovning yana bir necha proyektlari bo'ldi. Unga ham o'zimizning hissamizni qo'shdik va Firdavs akani ham unutib qo'yibmiz. Bu albatta 2017-yilning boshida edi. Firdavs akamiz buyrak kasaliga uchragan edi, lekin hozirda esa Firdavs akamiz O'zbekistonda chopib yuribdi. Albatta bu YouTube orqali barcha youtuberlar birgalashib, birga bo'lib Firdavs akaga yordam berib oyoqqa turgizdi. Hozir ham bir necha odamlar shu Rustam akam hozir proyektida qilyapti. Xuddi shu O'shlik akamiz ham buyrak kasali bilan necha qiylanyapti. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, opisaniyada video rolikni qoldiraman, albatta kelib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari 3-proyekt Uzbom TV kanalining eng katta proyekti bu masjid bo'ldi. Masjid O'sh shahrida masjid yonib ketgan edi, Kalenin ko'chasida. Buni sizlarga ko'rsatdim men va xalqni bir necha o'zini ehson pullarini biz yig'ib O'shga yubordik. Buni video rolikini ham shu video rolikda oxirida ko'rsataman. 3-chi bu eng katta proyektimiz bo'ldi. Masjidni hozir sekin-asta qurilishlar ketyapti. Bundan zo'r masjid bo'lib quriladi va kelajakda O'shga borsangiz, Kalenin ko'chasiga borib shu masjidda juma namozini, yo bo'lmasam 5 vaqt namozdan 1 vaqt namozini bo'lsa ham o'qib, keyin safaringizga ketasiz degan umiddaman. Bundan tashqari, Uzbom TV kanali 1 yil ichida 100 ming ta obunachi yig'ishga erishdi. Hozirda bizni kanalimiz albatta 1,5 yoshda. Adashmasam obunachim meniki yo 8 ming ta yo 7 ming ta edi. Hozir deyarli 100 ming ta. Bu katta o'zgarish, katta skachok desak ham bo'ladi, irg'ish. Ancha-muncha rus kanallar ham 1 yil ichida 100 ming ta obunachi yig'a olmaydi. Bizni o'zbek kanallari, o'zbek auditoriyalari shunchalik birlikni yoqtirar ekan, mana hozir 100 ming ta obunachiga erishamiz deb turibmiz. Hozir men sizlarga bitta video rolik ko'rsataman. Ushbu video rolikimiz yanvar oyidan dekabr oyigacha eng katta proyekt va foydali proyektlarimni ko'rsataman. Nimalarga erishdik, nimalar qildik.
Bu hammasi sizlar tufayli. Sizlar bizni ko'ryapsiz, biz harakat qilyapmiz. O'zbek blogerlari hech qachon katta blogerlarga yordam bering desa, u odamlar yo'q desa, xafa bo'lib atvet video chiqarmanglar. Chunki bir paytlar bizga ham rad javobini berishgan, lekin biz to'xtamaganmiz. Faqat intilganmiz, o'zimizga ishonganmiz. Hech qachon hech kimga ishonmang. Biroz sizni ustingizdan kulyaptimi? O'z yo'liga. Faqat intiling. Keyin bitta foydali video rolikingiz bilan o'sha odam sizni hurmat qila boshlaydi. Ustingizdan kulishyaptimi? E'tibor bermang. Sizni so'kyaptimi? Значит, siz oldindasiz, ular orqada. Faqat intilib to'xtamang. Meni maslahatim shu. Hech qachon birovdan reklama zakaz qilib kanalingizni ko'taraman deb o'ylamang. Bekardan pulingizni osmonga uchiryapsiz. Iloji boricha o'zingiz harakat qiling. Video roliklar chiqaring, yangiliklar kiriting. Mana 2017-yildan keyin 18-yilda sizni yo'lingiz bo'lishi mumkin. Sizni omadingiz kelishi mumkin. 2018-yilda eng top bloger siz bo'lishingiz mumkin. 2018-yil hammamizga omad olib kelsin. Men yangi yil bilan sizlarni tabriklamayapman. Meni maqsadim 2017-yilda erishmagan maqsadimizga 2018-yilda Xudo xohlasa erishamiz. Video rolikni tomosha qilasiz degan umiddaman. Uzbom TV obunachilari, kelgusi 2018-yilda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tuğçe aka oldu işte. Sankt Peterburg Peterdan Murolimjon degan ukamiz bugun mana ertalab juma namozidan avval bank orqali pul solingan ekan. Shu pulni olib chiqdik. 200 ming pul jo'natishibdi.